Salom obunachilar, sizlar bilan Dilshod. Bugun obunachilar, bugun biz PUBG A19 A19 Real Pass'dagi yangilanishdagi skinlarni ko'rib chiqamiz. Boshida premium yashikka qaysi kilchatni оружие kelishini ko'ramiz. Masalan, mana qaranglar. Laboratoriyaga kirasizlar. Keyin bu yerda yumpiga o'tasizlarda pastga tushirasizlar. Mexanik ajdar deb turibdi. Mana shu Vector keladi. Vector. Kilchatni normali va bu yerda yangi narsa qo'shibdi mana. Klik qilsanglar shu endi effekti bor ekan. Effekt ham juda ham chiroyli effektlarda bo'lgan. Endi bu 6-leveldagi ko'rinishi. Bu ham juda ham chiroyli kelibdi. Mana ko'rishlar mumkin. Bir qanoti qizil, bir qanoti yashil. Obunachilar, endi yashigini ko'ramiz. Yashigi ham cho'tki. Ayniqsa men bu ko'zlarini juda ham zo'r ishlab qo'yishgan desak to'g'ri bo'ladi. Endi obunachilar, biz sizlar bilan A19 Real Pass'larni ko'rib chiqamiz obunachilar. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosinglar. Mana biz A19 Real Pass'ni ko'rib boshladik. Mana obunachilar, ko'rib bo'lgan bo'lsanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar hammaga.